Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Iqtisodiy ta'limotlar tarix fanida institutsionalizm mavzusini ko'rib chiqamiz bugun. Institutsionalizm yo'nalishini kelib chiqish shart-sharoitlarini ko'rib chiqamiz bu yerda. Asosan yo'nalishlarini, qanday yo'nalishlardan iboratdan bu yerda nomukammal bozor ta'limotlari, monetarizm va neoliberalizm evolyutsiyasini. Institutsionalizmga o'tish shart-sharoitlari. Qaysi davrni qamrab oladi institutsionalizm? 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida yuzaga kelgan nima deyapti? Konkret tarixiy sharoitlar ta'sirida deyilyapti. Eng rivojlangan mamlakatlardan biri Amerika Qo'shma Shtati ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan mamlakatga aylandi. Bilamiz bu yerda deyilyapti. Davr o'tgan sari rivojlanish darajasi yuqori bo'ladi. Bilamiz, dunyoda eng rivojlangan mamlakatlardan biri hozirgi kunda nima deyilyapti? Amerika Qo'shma Shtati hisoblanadi. Endi davriy jihatdan oladigan bo'lsak, klassik iqtisodiy maktabi vakillari davridagi o'sha kapitalizm, erkin raqobat kapitalizmi, ya'ni sof raqobatga asoslangan kapitalizm. Shuning uchun ham ularning asosiy g'oyasi iqtisodiy liberalizm g'oyalari mavjud bo'lgan. Endi institutsionalizm davriga kelib esa, bu o'sha 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida biz yangi davrga o'tdik. Bu monopolistik iqtisodiyot deyilyapti. Ya'ni monopoliyalarning vujudga kelishi natijasida kapitalizm boshqa qiyofada namoyon bo'ldi deyilyapti. Va buning natijasida nima muammolar paydo bo'la boshladi. Chunki monopoliya deganda bilamiz, mono degani yagona, polio degani sotaman. Ya'ni monopolistik korxonalarning tashkil etilishi ma'lum bir mahsulotlarni sotishdagi muammolarga keltirib chiqardi. Shuning uchun ham davlat tomonidan monopoliyaga qarshi chora tadbirlarni ko'rish, qonunlarni chiqarish asosiy vazifa qilib qo'yildi. Ya'ni anti-monopol choralar birinchi o'rinda bu ilk bor Amerika Qo'shma Shtatida amalga oshirildi. Ushbu anti-monopol choralarni amalga oshirish uchun institutsionalistlar oldiga vazifa qilib qo'yildi, ya'ni olimlar. Bu boy kelib chiqish nimasi? Shart-sharoitlar. Natijada deyilyapti, mana 20-asrning boshida, chunki 19-asrning oxirida o'sha monopoliya vujudga keldi deb aytdim men bu yerda. O'sha 20-asrning boshlarida vaziyat keskin o'zgarganligi uchun deyilyapti, Amerika Qo'shma Shtatida boyagi iqtisodiyot ustidan ijtimoiy nazorat o'tkazish zaruriyati paydo bo'ldi va bu konsepsiya olimlar tomonidan institutsionalizm deb ataldi. Mana institutsionalizm atamasiga to'xtaladigan bo'lsak, institutsionalizm atamasi asosiy institut yotadi. Institut degani oliy ta'lim muassasasi emas. Institut degani ma'lum bir tashkilot, muassasa, uyushmalar, ular bevosita o'sha iqtisodiy jarayonlarni amalga oshirish uchun konsepsiyalarni nima qilib yaratib, amalda qo'llaydigan faoliyat turlariga kiradi. Mana institutlarga nimalar kirib ketyapti bu yerda? Davlat, oila, kasaba uyushmalari, tadbirkorlar, xususiy mulkchilik. Bunga yana boyaga aytganimizdek nima debdi? Noiqtisodiy omillar ham kirib ketadi. Ya'ni bu yerda axloq, odob, din kirib ketyapti. Undan tashqari milliy qadriyatlar bor. Har bir mamlakatning o'zining milliy an'analari va qadriyatlari bor. Bu ham boyagi institutlarda aks etadi deyilyapti. Masalan, o'zimizni oladigan bo'lsak, masalan, nima oila instituti bor yoki tadbirkor ayollar nimasi bor, uyushmasi bor. Mana etika, huquqiy qoidalar, ijtimoiy psixologiya va asosiysi iqtisodiyot evolyutsiyasi nima qiladi? Kiritiladi. Asosiy bu institutsionalizm deganda bu doim birinchi o'rinda boyagi subyektiv olim, har xil guruhlardan, tashkilotlardan, muassasalardan tashkil topgan deyilyapti, nima deyilyapti? Muassasalar majmuasi hisoblanadi. Yangi klassik va institutsionalizm yo'nalishlarining farqi nimada? Oldingi mavzuda ham ko'rib chiqqanimizdek, nima qilib bu Adam Smit bozor xo'jaligi mexanizmini takomillashtirishda xo'jalik yurituvchi shakl o'zini o'zi boshqaradi deb aytgandi. Ya'ni bozor davlatni iqtisodiyotga aralashtirmasdan o'zini o'zi to'g'ri boshqara oladi. Uning asosini obyektiv iqtisodiy qonunlar tashkil etadi deb yuritilgan. Bu klassiklarning asosini nima qiladi? Tashkil etadi. Ya'ni institutsionalistlar boshida aytganimdek, iqtisodiy omillar tan olingan,
iqtisodiy omillar bilan teng ravishda noiqtisodiy nima deyilyapti omillar ham inobatga olinadi. Bu yerda ruhiy omillar, ma'naviy omillar, huquqiy omillar bu iqtisodiyotni asosiy harakatlantiruvchi nima kuchiga kiradi deb aytilgan va institutsionalizmni asosiy predmeti deyilyapti boyagi iqtisodiy va noiqtisodiy muammolarni yechimini topish hisoblanadi. Endi asoschisi Torsten Veblen institutsionalizmni asoschisi hisoblanadi. U zamonaviy institutsionalizm yo'nalishlarini, ko'rinishlari shunday asari bor. O'zini nomi ham qiziqarli, bekorchilar sinfi nazariyasida aks etgan institutsionalizmning asosiy g'oyalari. Buni haligi slaydda hali yana ko'rib chiqamiz bu yerda. Mana hozirgi zamon iqtisodiy ta'limotlarni oladigan bo'lsak, asosan nima deyapti? 3 qismga bo'linadi. Bu neoklassik, yangi klassik. Yangi klassik deganda boyagi nima tushunilyapti bu yerda? Boyagi Alfred Marshall nazariyasi, ijtimoiy institutsionalizm, hozir biz ko'rib chiqayotganimiz. Keyin 3-asosiy yo'nalishi bu nima? Keyneschilik. Ya'ni John Maynard Keynes nazariyasi. Hozirgi bu mavzuda biz ko'radigan asosiy yo'nalishimiz bu ijtimoiy institutsionalizm. Institutsionalizm evolyutsiyasining davrlari. Davrlar deganda bu nima deyilyapti? Bosqichlari. Ma'lum bir tarixiy davrni qamrab olgan. Birinchisi bu 20-30-yillardagi institutsionalizm. Keng tarqalgan, chunki bu nima deyapti? Asos hisoblanadi. İlk institutsionalizm hisoblanadi. Buning asoschisi Torsten Veblen hisoblanadi. Torsten Veblen g'oyalari keyin John Comus tomonidan davom ettirilgan. Comusning ham o'ziga xos bo'lgan nima jihatlari mavjud bo'lgan. Comusdan keyin Wesley Mitchell g'oyalar, Gobson va Hamiltonlarda nazariyalarda aks etgan. Endi ikkinchi davri bu institutsionalizmni nomi urushdan keyingi institutsionalizm deb ataladi. Bu yerda asosan nimalar o'rganilgan deganda, bu ham boyagi ijtimoiy masalalar deganda demografiya masalalari ko'rib chiqilgan. Bu yerda kasaba uyushmalari, nazariyalar ishlab chiqilgan bu yerda. Bu nima deyapti? O'sha 20-asrning 50-yillariga to'g'ri keladi. Uchinchi davr esa 20-asrning 60-70-yillarida bu ijtimoiy institutsionalizm bo'ladi. Bu keyin neo institutsionalizm. Neo degan so'z bu boyagi yangi deganda, institutsionalizm g'oyalarini tan olgan holda yangi deyilyapti. G'oyalar bilan to'ldirilganda bu neo degan so'z qo'shiladi. Ya'ni neo yangi institutsionalizm. Uning asoschilari hozirgi davrdagi bu nima deb Gilbreth va Heilbronnerlar hisoblanadi. Hozir bularni nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Mana. Ya mana institutsionalizmning yo'nalishlari bu yerda 3ga asosan bo'linadi. Ya'ni nima deyapti? 3ta davr bo'lganligi uchun deyilyapti. Har bittasining o'ziga xos bo'lgan spesifikasi bor-da. Birinchisi deyilyapti ijtimoiy psixologik oqim bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy psixologik. Ikkinchisi ijtimoiy huquqiy omil, ko'proq huquqqa e'tibor berilgan va uchinchisi bu konjunkturna statistik omil. Boyaga statistik nimalardan, raqamlardan foydalangan holda yoritib berilgan. Mana eng qizig'i Torsten Veblenning asosiy g'oyasi o'zining mashhur bo'lgan asari bekorchilar sinfi nazariyasida aks etgan. Bu yerda ikkita sinf bo'ladi, tadbirkorlar sinfi bo'ladi va kapital egalari bo'ladi. Ya'ni kapital egalari kapitalga ega bo'ladi, lekin ular bevosita ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanmaydilar. Ishlab chiqaruvchilar esa ularning kapitallarini olib, qarzga olib ishlab chiqarishni tashkil etadilar deyiladi. Ya'ni bu unumli sinf hisoblanadi bu yerda. Kapital egalari o'zlarining kapitallarini real sektorga emas, boyagi nima deyilyapti, qimmatbaho qog'ozga sarflashadi. Natijada kredit inflyatsiyasi nima qiladi? Vujudga keladi. Shunday vaziyat yuzaga keladiki, ishchilar sinfi o'zlarini olgan qarzlarini sudani qoplash uchun vaqt keladi. Natijada uni qoplay olmasdan ommaviy nima deyiladi, bankrotlik va turg'unlik yuzaga keladi. Buning natijasida antagonizm paydo bo'ladi bevosita kapitalistlar va deyilyapti o'sha ishchilar o'rtasida. Va bu antagonizmning yechimi nima deyapti, hokimiyat tepasiga texnokratlarning kelishi bilan nima qilinadi?
yakunlanadi. Komus o'zini mashhur asari institutsional iqtisodiyot asarida bu munosabatlarni o'zini g'oyasini asosini ishchi va kapitalist o'rtasidagi munosabatlarni teng huquqli a'zo sifatida ko'rib chiqadi va ikkalasini o'rtasida yuridik bitim shartnoma tuzilishi kerak degan fikrni bildiradi va u qonun qoidalar asosida tuzilishi kerak degan. Ya'ni deyapti, boyagi ishchilarni sinfini manfaatini ko'zlagan holda ikkalasi teng va tuzilishi kerak va bu kelishuv deyilyapti kimlar o'rtasida amalga oshiriladi deganda asosan nima deyilyapti? 3 ta sinf oila, tadbirkorlar ittifoqi va davlat o'rtasida kelishuv bo'lishi kerak, ya'ni shartnoma huquqiy. Va bu kelishuv nimani o'z ichiga oladi? Nimalar bu yerda hal qilinadi deganda birinchi o'rinda nima deydi? Konflikt holatlar, ya'ni nizo, o'zaro ta'sir va bevosita yechimni. Uesli Mitchellning asosiy g'oyasi deyilyapti, bu kishilar faoliyatini asosiy harakatlantiruvchi kuchi bu pul hisoblanib, moliyaviy institutlar tashkil etilishi kerak degan nima qilingan fikrni bildirgan. Va Mitchellning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari u birinchi o'rinda sikllar nazariyasini yaratdi. Ya'ni iqtisodiy jarayonlar deyilyapti, bu sikl asosida rivojlanib turadi va ular nima deyilyapti, betakror bo'lishini ko'rsatib bergan va kapitalizmdagi deyilyapti o'sha universal sikllar mavjud ekanligini ko'rsatib berdi. Va birinchi bo'lib Uesli Mitchell statistik tahlil vositalaridan va matematik uslublardan nima qildi? Foydalanildi. Shuning uchun uning asari iqtisodiy nazariy tiplari to'g'risida deb yuritiladi. John Kenneth Galbraithning nazariyasi nomi yangi industrial jamiyat konsepsiyasi deb ataladi. Bu yerda yangi industrial jamiyat konsepsiyasi yangi industrial jamiyat nomli asarida o'z aksini topgan. Endi yangi industrial jamiyat deganda uni asosini nima? Texnokratlar tashkil etadi. Boyagi Torstein Veblen'dagi antagonizm mavjud bo'ldi deb yuqorida ta'kidlaganimdek, kapitalistlar bilan ishchilar o'rtasida bu yerda kapitalistlar sinfi bekorchi sinf deb aytilganda, ishchilar sinfi esa unumli sinf. Mana shu yechimni hal qilishning asosiy yo'li Galbraith tomonidan texnokratlarning sinfini vujudga kelishi deb aytilgan bu yerda. Ya'ni texnostruktura deb aytgan. Asosiy bu yerda tovar, axborot, noyob resurs, tovar bu axborot hisoblanadi degan. Axborot esa bu fan texnika yutug'ining nimasi hisoblanadi? Bu yerda mevasi hisoblanadi deb aytilgan. Ya'ni texnostruktura deganda kim tushunilgan? Bu yangi kasblarda. Kasbda bu boyaga aytgandek olimlar, konstruktorlar, texnologlar, mutaxassislar deyilgan. Ular asosan boshqaruvni amalga oshirishadi deyilgan va undan tashqari deyilyapti moliya va yollan moliya bilan shug'ullanuvchi va deyilyapti ishchilar sinfi mavjud bo'ladi deb aytilgan bu yerda. E'tiboringlar uchun rahmat.